Assalamu alaykum. Hörmətli kitab oxuş munbirimizning aziz mushtariləri. Kitab oxuş munbiriga xush keldiniz. Men Mihray Rahman. Amerikaning Washington rayonidan bevosita anglish tarqatyapman. Kitab oxush munbirimiz bu muqaddas Ramazon oyida keng kitab oxush munbirining qadrli anglarmanlariga Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin qisqacha alayliklari degan kitobni o'qib tarqitishni niyat qildik. Bu kitobning taqiqlovchisi Dr. Anis ibn Tahir, asli muallifi Muhammad ibn Isa ibn Savra Tirmizi, tarjima qiluvchi Muhammad Janbazi. Kitobni avval kirish so'z qismidan boshlaymiz. Kirish so'z. Barlıq güzel mərliyə və sanalar aləmlərinin pərverdigari bolğan Allahqa xasdır. Biz o Allahqa həmdə eytimiz, yardım tələyimiz, məğbərət tələb qılımız. Allahqa sığınıb nəfsimizin yamanlığı və əməllərimizin yamanlığıdan panah tələyimiz. Allah kimni hidayət qılsa, onu azdırğıcı bolmaydı. Kimning ezib ketishiga qo'yibsa, uni hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Bir Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Allohning elchisi deb guvohlik beraman. Duo, durud va salomlar Allohning insonlarga ulgu bo'lsin uchun yo'llagan payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u zotning yo'liga ergashgan sahobalar, sıdıqlar və bu din kəliməsinin ali buluşu yolunda şehit bolğan şehitlərə bolsun. Hörmətli kitabxan, qulumuzdakı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin qısqacha alaylıkları Muxtasir Şəmail Muhammediye namlıq bu kitab İmami Abu İsa Muhammed ibn İsa Tirmizi'nin Hicriye 209 yılı doğulub 279 yıl vafat bolğan. Şu namlıq kitabının qısqartılması yoki cevherleri bulup bu kitap İmam Tirmizi'nin bizgece yetip gelgen 3 kitabının biridir. Bu kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlaki, yaratılış alaylığı, ibadet, turmuş ve adetlerinden tartıp o zatning vafoti va o zatni tushida ko'rishga qadar bo'lgan alayliklari bilan 400 dan ko'proq hadisini o'z ichiga olgan. Shuning uchun Imom Ibn Kasir bu kishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning alayliklari haqida nihoyat yaxshi va ma'nili xizmat qilgan kishilarning biridir deb ko'rsatdi. Yuqoridagi sabablar tufayli Ölümanlar mazkur kitapqa alohida ahamiyat berib, nurg'un sharhi, obzor va tazminlarni yozgan va qisqartgan. Bu kitobni qisqartganlarning biri hadisshunos davrining mujaddiri, ya'ni ma'nisi yangilig'uvchisi, obzorchi Muhammad Nasiridir. Albani bu kitaptaki hadislerini tekşürüp, aniqlab, o'quvchi kitapxonlarga bu ulug' kitapdan foydalanish imkoni bergudek darajada turga ayirgan. Orqadan Sheyx Dr. Anis ibn Tahir mazkur asarning sahih va hasan darajalik hadislerini ayirish xizmatiga kirishgan. Chunki bu Albani ömrü boyu nishonlab va xizmatini qilib kelgan ummatga sahih sunnatni taqdim qilishdan iborat nishon edi. Ishorat qilib o'tganimizdek, Imom Tirmizining Shama'ilun Nabawiyya degan bu asari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning alayliklari haqida to'plangan eng manfaatli asarlarning biri bo'lsa-mu, ammo muallif mazkur asarda sahih hadislari bilan zaif va baklas zaif hadislarni sharoit tufayli bo'lsa kerak aralashtirib qo'ygan. Allohning muvaffaqiyat berishi bilan hadisshunos Imom Muhammad
Nasiruddin Albani hijriya 1420-yili vafot bo'lgan deb izoh beribdi. Bu kitobdagi hadis turlarini ayirib, sahihi bilan zaiflarini ayrim bayon qilgan va kitobga Muhammad alayhissalomning qisqacha aloyiqlari degan ismni qo'ygan. Ba'zida hadislarning sanari, ba'zida hadislarning ma'nilariga aloqador izohotlarni bergan. Ammo u kishining 50 atrofida keladigan zaif va bakli zaif hadisini bu qisqartılmaning ichida qoldirib qo'yishi sahih hadisi degan nima, zaif hadischi degan masalalarni bilmaydigan avom o'qurbanlar bilan bu kitob orasida bir to'siq paydo qilgan. Yana shuningdek payg'ambarimizning ish izlarini bilmoqchi va o'ziga ulgu qilmoqchi bo'lgan, ammo hadis ilmidan nasibasi bo'lmagan nurg'un musulmonlarga putlukashang bo'lib tuyuladigan hadisning tahrijiga aloqador izohotlar ham bu kitobga kirgizilgan bo'lib, doktor Anis ibn Tahir mazkur asarning Albani qisqartirilgan nusxalasini yana bir qitim tuvandagi shaklda radlagan. Birinchidan, zaif va bakli zaif hadislarni ayirib kitobdan chiqarib tashlagan. Ikkinchidan, hadislarning tahrijini so'zlikni yana bir qitim o'qay. Hadislarning tahrijini izoh beribdi. Qaysi kitobda, qaysi bobda kelganligini degan ma'noni ifoda etgan. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan yoki ikkilarning biri yoki boshqalar rivoyat qilgan deb ixcham qilib o'tirib qo'ygan. Ba'zi joylarda hadisning mavzu bilan bo'lgan munosabatini bayon qilgan. Uchinchidan, ko'p hollarda Albani bayon qilgan hadis matnining ma'nosini asli peti saqlab qolgan. To'rtinchidan, selishtirib ko'rishga qulaylik bo'lsin uchun har bir hadisiga bir-birlab nomer qo'ygan. Beshinchidan, Albani bayon qilgan har bir hadisini manbasi eng mashhur hadis kitobiga ta'alluq qilgan. Masalan, bir hadisni Buxoriy, Muslim, Nasai va Ibn Majah rivoyat qilgan bo'lsa, Imomi Buxoriy va Imom Muslim sahihligida birlikka kelgan degan ma'nodagi birlikka kelingan hadis degan ifoda bilan kifoyalangan. Oltinchidan, birlikka kelingan yoki Buxoriy va Muslimning birsida rivoyat qilingan hadis bo'lsa, sahihlikda yuksak o'rin tutquni uchun u hadisining darajasini bayon qilib yurmagan. Yettinchidan, yuqorqidek amgaklari bilan doktor Anis ibn Tahir shar'iy ilm va hadis ilmi bilan shug'ullanmaydigan har qaysi sohadagi avom o'qirmanlarning o'qib tushunishiga to'sqinlik qiladigan masalalarni chiqarib tashlash orqali bu kitobni ommabop va hamma manfaatlangudek qilishni iborat nishonga yetgan. Bu kitobning o'lmalarimiz maqsad qilgandek sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Sura Ahzob 21-oyat. Degan oyatga masalda barliq musulmonlarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda bar izil axloqlar va oliyjanob alayliklarni tunish uchun yetakchi kitob bo'lishini, bu tunishning musulmonlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmasi bo'yicha ish tutish, axloqini o'ziga o'zlashtirish, ruhini o'ziga qabulnoma qilishga ilib berishini umid qilamiz. Allohning bu kitobning asli muallifi Imom Tirmiziga qisqartquchilariga shu qatorda kamina tarjim qiluvchiga har qaysi jihatlardan hamdamlik bo'lguvchilar va o'qirmanlarga ajr va mukofotlarni hasilab berishini tilayman. Amin. Muhammad Janbazi 1439-yil 4-Shayban juma
Hesapda 2018 yıl 4. ayının 23. günü. Şunun bilen kiriş söz kısım tamam oldu. Bugün hesapda Ramazan gününün başlanış aldı durwatıdı. Bugün har bir gün Ramazannaga bizge adlik Ramazan boludu. Şunun için bu kitapni kiriş söz kısmını okup köpçilikning diqqatiga avatdim. Bu hesapda bir sınaq şekli. Çünkü uzun vaqt bo'ldi biz bevosita anglitishni bermagili. Bu hesapda bir sınaq şekli. Köpçilikning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Balkim bu bevosita tarqitish bo'lganligi uchun so'zliklarni o'qish jarayonida ancha-muncha duduqlash va shuningdek ba'zi so'zlarni qayta takrorlash to'g'ri keladi. Çünkü bu hech qanday bir tahrirlashdan o'tmaylan bevosita anglitish bo'lganligi uchun shon ko'pchilikning bunshunaq ahvollar sodir bo'lgan vaqtida bir oz sabr qilishini umid qilaman. Sizlarning to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Hammanglarning bugungi vaqti xayrli bo'lsin. İnşallah adlik Ramazanning 1-kuni yana o'qishni davomlashtiramiz. Allohga omonat. Rahmat.